Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz galdagi ishimizni xudo xolasa Samarqand viloyati Nurobod tumanida joylashgan Yuksalish deya nomlanadigan qishloqning chetga bir joyida bedazorga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish uchun tashrif buyurdik. Ushbu yer maydonida ham yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni videolarimiz davomida aytganimizdek, sug'orishdagi yuzaga kelgan muammolar sabab bizga murojaat kelib tushgan va biz aynan o'sha murojaatlarga asosan ushbu yer maydonidamiz. Ushbu yer maydoni 1 gektardan oshiqroq yer maydoni hisoblanadi va sug'orishda kelgan yuzaga kelgan muammolar sabab yomg'irlatib sug'orishni arzonroq va ommabop usuli, ya'ni ko'chirib sug'orishga mo'ljallangan usulidan foydalanib yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini xudo xolasa o'rnatish ishlarini olib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting va ushbu yer maydonida o'rnatish ishlari va ishlash jarayoni xususida bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta qiziqarli fakt sifatida aytib o'tishimiz mumkinki, ushbu yer maydonida ko'plab keladigan savollarga javob sifatida qabul qilishingiz mumkin. Ya'ni skvajinadan to'g'ridan-to'g'ri yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatsa bo'ladimi degan savollarga mana shu videomiz orqali bemalol javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ma'lum soniyalardan so'ng ish jarayoni va ishlash jarayoni xususida bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana yuqorida aytib o'tganimizdek, pastda turib e'tibor berganingizdek kuzatib, o'sha suv yomg'ir tochni hamma joyga tegyaptimi, yo'qmi tekshirib ko'rdilar. Xo'p, ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu yer maydoni Samarqand viloyati Nurobod tumanida joylashgan. Skvajinadan, ya'ni yer osti qudug'idan o'rnatilgan nasos orqali to'g'ridan-to'g'ri 200 metr masofadan to'g'ridan-to'g'ri ulangan nasosda ko'rib turganimizdek 3 ta sprinklerni maksimal tarzda aylantirayotganligini ko'rishimiz mumkin va eng asosiysi yomg'irimizni mana sepish darajasi hamma joyda bir xil. Endi mana bu yerda mana ochiqlik bor, sababi shuning uchun ham poliyani eng chetki qismini poliyaga yaqinroq, ya'ni yerni chetiga yaqinroq joyga o'rnatamiz. Hisobi mana bu yerlarda mana yomg'iri bor, mana bu ochiqroq. Hamma joy bir xil sug'orish uchun yer masofasidan, ya'ni yerdan sal chetroqqa joylashtirdik. Ko'rib turganimizdek 3 ta tochkamiz xudo xolasa chiroyli tarzda aylanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu yer maydonini egalari chet davlatida xizmat safarida bo'lganligini hisobiga yer ostidan sug'orishda bir muncha muammolar yuzaga kelgan va ushbu muammolarda, ya'ni sug'orishda aynan mana shu kabi mana farzandlari ushbu yer maydonini sug'organ. Bunda juda ham murakkabliklar yuzaga kelganligini hisobiga qiynalishgan va o'shaning uchun ham yomg'irlatib sug'orish texnologiyasiga ehtiyoj tug'iladi va ko'rib turganimizdek biz bemalol 10 yoshdan oshiqroq bolalar ham sug'orish imkoniyatiga ega bo'lgan mana shu kabi yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatdik. Kadrdan ko'rishimiz mumkin. Yomg'irda hidi kelyapti mana. Endi mana bu joy mana sug'orilgan yer maydoni mana. Buni ko'rsak, agar e'tibor berib qaralsa bemalol ko'rish mumkinki, hech qanaqasiga ochiq joylar qolmayapti. Sug'orishda hech qanaqa muammolar yuzaga kelmaganligini mana shu kadr orqali ko'rishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri skvajinaga ulash mumkinmi degan savollarga o'ylashimcha bu javob bo'la oladi va bundan oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz nasosni kuchini, suvni bosimini, eng asosiysi tok kuchi yetarli yoki yetarli emasligini ahamiyati haqida juda ham ko'p gapirib o'tganmiz, bot ta'kidlaganmiz va ana shuni isbot dalili sifatida mana bu video misol bo'la oladi. Ya'ni bu yerda tok kuchi juda ham yaxshi. Nasos 1,5 kilovatlik 220 voltga ishlaydi va 3 ta tochka oraliq umumiy sug'orish maydoni 30 metrga 30 metr deb bemalol ayta olamiz. Xo'p, 25 metr ham deylik. 25 metrga uzoqlik masofasi 50 metr masofadagi yerni
chiroyli, muammosiz tarzda sug'orayotganligini bemalol ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Start berilganiga bor yo'g'i 4 daqiqa bo'ldi va ko'rib turganingizdek, mana asfalt emas, umuman olganda yo'limizni namligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu yer maydonini xudo xolasa 3 soat vaqt oralig'ida sug'oradigan bo'lsak, bedalarimiz, ya'ni ta'kidlashimiz kerak, aytgancha bitta bedalar ekilgan yerga, dehqonchilik uchun aynan bedalar ekilgan. Bedalarga 3,5 soat yetarli, aynan mana shu yer maydonida. Vaholanki 4 soat yoki 5 soat bo'ladigan bo'lsa ham umuman zarari yo'q. Balki o'sha yerni bemalol to'yintirish, maksimal to'yintirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu yer maydoni ham ko'chirib sug'orishga mo'ljallandi. Umumiy yer maydoni 1 gektardan oshiqroq yer maydoni. Umumiy holatda bu o'z ehtiyojlar uchun ekilgan beda maydoni bo'lganligini hisobiga kichikroq yer maydoni va kichikroq yer maydonini aynan mana bu kabi ariqda sug'organda yuzaga kelgan muammolar, o'sha yer osti kemiruvchilar, boshqa hasharotlar yerni uya qilish maqsadida kovlaydi va kovlangan yer maydonida suv keyingi etapga o'tishi muammo bo'ladi va ana shu muammolarni oson yechimi bu, ko'rib turganimizdek, yomg'irlatib sug'orish texnologiyani o'rnatish. Bu bilan hamma muammolarga bittada barham bersak bo'lishini yana bir bor ko'rib turibmiz. Ko'rib turganimizdek, Samarqand viloyati Nurobod tumanida beda maydoniga ko'chirib sug'orish bilan sug'orishga mo'ljallangan yomg'irlatib sug'orish texnologiyamizni o'z yakuniga yetkazdik. Ushbu yer maydoni bedaga mo'ljallangan bo'lganligi uchun yer maydoni kengroq va sug'orishdagi muammolar yuzaga kelganligi sababli qilingan yomg'irlatib sug'orish texnologiyamizni o'z yakuniga yetkazdik. Agar sizda ham xuddi shu kabi yomg'irlatib sug'orishga yoki sug'orishdagi muammolar yuzaga kelgan taqdirda bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz ostidagi nomerlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyalarda o'z fikringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va biz hech qaysi bir savol javoblarni e'tiborimizdan chetda qoldirmaymiz va har bitta savol javob va fikr mulohaza biz uchun muhimligini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz aynan siz uchun va sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz.